Assalomu alaykum aka-ukalar. Bugungi manzilimiz Xudo xolasa Andijon shahar Paxtaobod tumaniga olib kelib o'rnatdik. Kimga qiziq bo'lsa, darvozamizni videomizni oxirigacha kuzatib borib qo'yinglar. Xudo xolasa o'ta ideal holatda chiqqan darvozamiz. Sizlarga ma'lumot qilib beramiz. Birinchi darvozamizni sinovga o'rnatdik. Ikkinchisiga ham Xudo xolasa zakaz oldik. Darvozamizni bo'yi 380, eniga 3 metr bo'ldi. 1 kvadrat metri 950 ming so'm qilib beryapmiz. Stokalari 10/5 yillar bo'lgan, listlarimiz 2 qavatli bo'lgan. Holatni ko'rib turibsizlar, kraskalarimiz ham o'ta ideal holatda chiqqan. Nejmikalarni yopishtirib berganmiz, high-tech soplar qo'yib berganmiz. Zamoklari har doimgidek zubur zamok. Ochilib yopishlari mana bexijollar. Xudo xolasa chotki bo'ldi darvozamiz. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar aka-ukalar. Darvozamiz 2 arkali darvoza, ot eshigi o'rtada bo'ldi. Eshigimiz darvozamizni eni kichkina bo'lgani uchun o'rtaga qo'yib berdik. Agar eni kattaroq bo'ladigan bo'lsa, chekiga qo'yib bersak ham bo'laveradi. O'rtalari sentr zamok, har doimgidek tepalariga chiroyli qilib naqshlarda o'yib berganmiz. Lazerdan taglari ham 10lik shivillar bo'lgan. O'rtalari har doimgidek sentr zamok. Ochilishlari darvozamiz toshning urvinga o'rnashtirilgan holati mana. Ko'pchilik darvozani urvinga qanday qo'yasan? Ozgina devordan qochib qoladigan bo'lsa, urvinga qo'ymaning deb shunaqa deyishadi. Buni ustalar biladi mana. Bu tarafi tepasi tekkan, past ochiq qolgan. Ozgina devorda bor, lekin biz darvozamiz toshning o'rnashgan, sababi darvozamiz ochilib ham ketmayapti, yopilib ham ketmayapti. Qanday ochgan bo'lsa, mana shu joyda turibdi. Menga ochiladigan qilib bering desangiz, tepasini ozgina qaytarib qo'yamiz, 1 sm urvindan qochirib qo'yamiz, darvoza ochilib ketadigan bo'ladi. Agar menga avtomatik yopiladigan bo'lsin desangiz, tepasini 2 sm oldiga chiqarib qo'yamiz, avtomatik o'zi yopiladigan bo'ladi. Obunachilar, xudo xolasa, kimga darvozaga pult qo'yish kerak bo'lsa, pult qo'yish xizmatlari ham bor. Darvozamizni avtomatika qilib, pult qo'yib, ochib yopib beradigan qilinaveradi. Darvozamiz eng tepasi 60 sm ochilmaydi, ramol bo'lgan. Eshigimiz 75 sm ochiladi. Ochilish holatlari o'ta ideal holatda bo'ldi. Uyimizga juda chiroyli yarashdi. Bu darvozamizni 11 millionga olib kelib o'rnatdik. Xudo xolasa, mana birinchisini olib kelib o'rnat, aka-ukalarning uyi ekan. Ko'raylik deyishdi. Mana ishimizni ko'rishdi, baho berishdi. Xudo xolasa, ikkinchisini ham olib kelib tez kunlarda o'rnatib berib kelamiz. Ozgina sarmoya yig'ishsa, xudo xolasa zakaz berishadi. Biz o'lchov olyapmiz razmerda. Kraskalarimiz mokras, matviy kraska, kraskalarimizga ham javob beramiz. Xudo xolasa zaynab ketmaydi. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar aka-ukalar.